Abu Rayhon Beruniy, o'rta asrning buyuk qomusiy olimi Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy zamonasining qator fanlari: astronomiya, fizika, matematika, geodeziya, geologiya, mineralogiya, tarix kabilarni chuqur o'rganadi. U Xorazmning qadimgi poytaxti Kot shahrida tug'iladi va yoshligidanoq ilm-fanga qiziqishi ortib boradi. Beruniy keyinchalik mashhur olim Abu Nasr Mansur ibn Iroq qo'lida ta'lim oldi. Ibn Iroq astronomiya, geometriya, matematikaga oid bir qancha asarlarni yozib, shulardan 12 tasini Beruniyga bag'ishlaydi. Beruniy ona tilidan tashqari yana bir qancha tillarni arab, so'g'di, fors, suryoniy, yunon va qadimgi yahudiy tillarini, keyinchalik Hindistonda sanskrit tilini o'rganadi. O'z ilmiy asarlaridan birida yozishicha, u Xorazmda yashagan davrda 990-yillardan boshlab Kot shahrida muhim astronomik kuzatishlar o'tkazgan. Bu kuzatishlar uchun o'zi astronomik asboblar ixtiro etgan. Xorazm zodagonlari orasida taxt uchun boshlangan kurash olimning bu ilmiy ishlarini davom ettirishga imkon bermaganligi bois 22 yoshida vatanni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ladi va bir qancha vaqt Kaspiy dengizining janubiy sharqiy sohilidagi Jurjon shahrida muhojirlikda yashaydi. So'ng qadimgi Ray shahriga boradi. 998-yildan keyin yana Jurjonga keladi va bu yerda o'zining ikkinchi ustozi, tabib, astronom, faylasuf Abu Sahil Iso al-Masihiy bilan tanishib, undan ta'lim oladi. Beruniy Osor al-Boqiya an al-Qurun al-Xoliya qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar asarini Jurjonda muhojirlik davrida yozadi. Osor al-Boqiya Beruniyga juda katta shuhrat keltirdi. Uni fanning hamma sohasiga qiziquvchi buyuk olim ekanini ko'rsatadi. Bundan tashqari Beruniy Jurjonda astronomiya, meteorologiya, tarixga oid 10 dan ortiq asar yozdi. Beruniy Xorazmning yangi hukmdori Abu Abbos Ma'mun II ibn Ma'mun tomonidan mamlakatning yangi poytaxti Urganchga chaqirtirildi. Xorazmshoh tomonidan juda katta izzat-ikrom bilan qabul qilingan Beruniy Urganchda Ma'munning bevosita rahnamoligi vujudga kelgan ilmiy markazda faoliyat ko'rsatadi. Beruniy Shoh Ma'mun II ning eng yaqin maslahatchisi sifatida mamlakatning siyosiy ishlarida ham faol qatnashadi.